Ha aytgancha, Xitoyliklarniki uchburchak bo'ladi degan gapga umuman ishonmanglar. Mehmonxonaga eson-omon joylashib olganingizdan keyin vaqt yo'qotmaslik uchun keyingi kunni to'g'ri rejalashtirish kerak bo'ladi. Vaqtingizni ayamasdan ertangi kun nima qilishingizni yozib chiqing. Bu sizga har bir vaqtdan unumli foydalanishingizga yordam beradi. Valyutangizni istagan bankingizdan Xitoy puliga almashtirib olishingiz mumkin. Aeroport ichida pul almashtirishni maslahat bermaymiz. U yerdagi pul almashtirish shoxobchalari komissiya oladi. Eng qulay yechim shahar ichida almashtirish. Agar siz bir haftaga kelgan bo'lsangiz, O'zbekistondagi aloqa operatoringizdan roaming xizmatini yoqib kelishingizni maslahat beramiz. Birinchidan, siz baribir ko'chada, bozorda, YouTube, Instagram ko'rib yurmaysiz. Ikkinchidan, O'zbekistonning aloqa operatorlari Xitoyda VPNsiz ham YouTube, Instagramlarni ochadi. Samolyot qo'ngandan keyin uydagilaringizni xabardor qilishingiz uchun ham juda ham qulay. Hech qanday qo'shimcha ilovalarsiz bemalol Telegramdan xabar jo'natsangiz bo'ladi. Oldindan operatoringizga bog'lanib, Xitoyda ishlamasligini bilib oling. Agar sizga Xitoy sim kartasi kerak bo'lsa, China Mobile operatoridan foydalanishingizni maslahat beramiz. U sizni qayerda yashayotganingizni so'ramaydi. 5 daqiqa ichida sim karta beradi. Narxlari shaharga qarab, tarif uchun $15 dan boshlanadi. Agar siz WeChat ocha olmagan bo'lsangiz, Xitoy sim kartasi bilan osonlik bilan ochasiz. Faqat sim karta olgan joyingizga iltimos qilsangiz, o'zligi ulab berishadi. Asosan bu bepul raqamlarning 90% WeChat uchun ishlatilgan bo'ladi. Agar mehmonxonangiz yaqinida halol oshxona bo'lmasa, AMAP ilovasiga tarjimon ilovangizdan foydalanib, halol so'zini tarjima qilib qidiruv bersangiz, atrofingizdagi barcha halol oshxonalarni ko'rsatib beradi. Baidu Map ilovasi ham xuddi shunday ishlaydi. Xitoyliklar asosan ovqat buyurtma qilish uchun Meituan ilovasidan foydalanishadi. Siz ham ushbu ilovadan foydalansangiz, juda ham qulay va oson. Mehmonxona ko'chalarida yoki xonangiz eshigi tagida qizlar rasmi tushirilgan vizitka ko'rsangiz, ularga qiziqib ham telefon qilmasligingizni maslahat beramiz. Bu qiziqishingiz sizga juda ham qimmatga tushishi mumkin.